Ismim Elnur. Robosul Mhm. kompaniyasida texpadishga hamda support bo'limiga qarayman. Ya'ni Ho. mijozlar va IT xodimlar o'rtasidagi odamman bunday olib qaraganda. Ana Hmm. endi sizga bir ko'rsatib beraman. Robosol qanaqa, nima, qanaqa qulayliklari bor, undan qanaqa registratsiya o'tiladi, mijozlarga nima qulaylik qilib bera olamiz, undan tashqari imkoniyatlari bilan to'liq tanishtirib beraman sizni. Mhm. Hozir ekran ulashaman. Birinchi o'rinda registratsiyadan boshlaymiz. Ya'ni qanaqa registratsiyadan o'tiladi. Ekran ko'rinyaptimi sizga? Da, ko'ryapti. Ko'rinayotgan bo'lsa, robosol.uz deb yozsangiz, misol uchun Chrome yoki Googledan robosol.uz qidirsangiz, o'zi birdaniga sizni mana shu oynaga olib kiradi. Agarda registratsiyadan o'tmagan bo'lsangiz, mana bu yerda registratsiyadan o'tish tugmasi turgan bo'ladi. Agar siz oldin registratsiya o'tgan bo'lsangiz, raqamingizni va parolingizni kiritib terib kirsangiz bo'ladi bemalol. Misol uchun deylik, registratsiyadan o'tishni bosamiz. Registratsiyadan o'tishni bosganingizdan keyin bu yerga ismingizni kiritish kerak bo'ladi. Ismingiz Rustam aka. Da. Rustam. Test qilib qo'yamiz bolalar telefon qilmasligi uchun, chunki har bir registratsiyadan o'tgan nimaga, ya'ni akkauntga bolalar bog'lanishadi, call center bolalari bog'lanib, qanaqa qiyinchilik bo'lganligi yokida qiyinchilik bo'lmadimi, qanaqa imkoniyatlari bor, nima uchun ro'yxatdan o'tgan, o'sha narsalar bo'yicha bog'lanishadi. Agarda masalan siz keyinchalik o'zingizni mijozlaringizni nimada o'tkazayotgan paytingizda, masalan registratsiyada o'tkazayotganingizda, bu yerga misol uchun ismingiz bilan birgalikda yozib ketsangiz bo'ladi. Yokida yoniga robosol qo'shimchasi yokida o'zingiz ismingiz bilan qo'shib yozsangiz qovus ichida bolalar bog'lanib o'tirishmaydi ortiqcha. Misol uchun sizni klientingizga yana bog'lanib, yana qo'shimcha ma'lumot olib o'tirishmaydi. Ortiqcha og'rigarchilikni oldini olgan bo'lamiz. Robosoldan ro'yxatdan o'tmagan bironta raqamingizni ayta olasizmi aka? Voy hos. Nomerim bittada yoz. Bo'ldi, hozir unda boshqa raqam yozamiz. Misol uchun raqamni kiritamiz va parolni ham o'zimiz kiritamiz. Deylik, mana 81 qilsak. Bu yerga ham 81. Ommaviy oferta va bu yerga rozilik beramiz va registratsiyadan o'tishni bosamiz. Registratsiyadan o'tishni bosamiz va siz robosol ichiga olib kiradi hozir. 1 daqiqa. Bu yerda ko'rsatadi, ya'ni siz Telegram bot yaratmoqchimisiz, veb-sayt yaratmoqchimisiz, restoranmi, internet magazinmi? Mana shu joyda tanlab olsangiz bo'ladi. Mana bu yerda chiqdi. Kompaniya nomini kiritamiz. Test deylik bunga prosta. Restoranmi yoki internet magazinmi? O'shani tanlashimiz kerak bo'ladi. Misol uchun deylik biz onlayn do'kon deymiz, internet magazin, Telegram bot yoki veb-sayt, qaysi biri? Misol uchun o'shani ham tanlashingiz mumkin. Agarda deylik veb-sayt qiladigan bo'lsangiz, shu shaklda davom etaveramiz. Mana joydan O'zbekiston tanlaymiz, biznes turi deylik, mana ichimliklar, hayvon, bu yerda hamma biznes turlarini deylik internet magazinga tushadigan barchasi tanlab qo'yilgan. Agarda buni restoran qiladigan bo'lsak, deylik, misol uchun restoran qildik va bu yerda mana dark kitchen, fast food, kafe, restoran va boshqa. Misol uchun restoranlarga ham alohida chiqarib beradi. Mana deylik, bu yerdan tanladik, elektronikani tanladik, O'zbekiston veb-sayt tanladik va oldinga yana bosamiz. Oldinga yana bosishimiz bilan bu yerda sayt chiqadi. Saytni subdomen bilan yaratamiz boshlanishiga. Deylik, mana domen nomini kiritamiz. Test domen deylik. Test domen. Oldinga mana veb-sayt yaratildi уже. Bu yerga logotip kiritishimiz kerak bo'ladi. Masalan, logotip tanlaymiz bu yerdan. Sezam tanlab olaylik. Sezam Bakery. Mana veb-sayt yaratildi. Tillarni tanlaymiz bu yerda. Bizda hozircha o'sha 4 ta til mavjud. Demak, o'zbek, rus, ingliz va turk tillari mavjud. Bularni bittasini asosiy til qilgan holatda qolganlarini ham tanlab qo'yishingiz mumkin yoki bir dona tilda o'zini qoldirish imkoniyatiga ham egasiz.
va bu yerda o'zingiz haqingizda, ya'ni kompaniya haqida qisqacha ma'lumot yozish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Misol uchun nima qila olasiz, qanaqa imkoniyatlar, o'sha yerda bu mijozlarga ko'rinadigan qismi bo'ladi. Keyingisi esa raqamingizni kiritasiz, aloqa uchun raqamda Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube, Telegram shunga o'xshagan platformalarda do'konlaringiz, misol uchun Telegram kanallaringiz yoki platforma уже ishlatadigan akkauntlaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerga qoldirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu ham mijozlarga ko'rinadigan qismi. Ya'ni biz hozir mijozlarga ko'rinadigan qismini tartiblayapmiz. U nimada ko'rinadi, masalan, dollar kursidami yoki o'zbek so'midami, qaysi pul birligida bo'lishligini ham o'zingiz bu yerda tahrirlab qo'yish imkoniyatiga egasiz. Va bu yerda ish vaqtlarini ham bemalol tahrirlab qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun deylik, internet magazinlarga 24 ga yetib turgani yaxshi. Misol uchun qaysidir kun ishlamaysiz. Misol uchun shanba kuni ishlamasangiz, prosta o'chirib qo'yasiz. Shanba kuni ishlamayman deb ko'rsatadi va qolgan kunlarda 24 soat davomida ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Keyingisi esa misol uchun restoranlarda ham buni ish vaqtlarini taxlash juda ham oddiy. Misol uchun restoranlar odatda misol uchun deylik, masalan 3 gacha ishlaydi bir xillari. 3 kungacha. Buni ikkinchi kunga o'tganligi uchun bu yerda 24 soat va kechki soat 3 gacha ishlaydi. 3 dan yana ertalabki misol uchun deylik 6-7 gacha ishlamaydi. Mana buni masal deylik soat 10 boshlaydi ish vaqti deydigan bo'lsak. Kechki soat 3 da o'chadi va ertalabki soat 10 dan yana ish vaqti boshlanadi. Bu mijozlarda ham va o'zingizga ham qanaqadir bir qulaylik sifatida ishlatsa bo'ladi. Bu aynan restoranlar sohasiga shunaqa qilib qo'ygan ma'qul. Lekin internet magazinda o'sha 24 ga yetib turgani yaxshi, chunki achiydigan narsa sotishmaydi odatda internet magazinlar. Va bu yerda manzilingiz kiritasiz. Manzilingiz demak Yunusobod deb belgilaylik. Yunusobod. Bu yerda manzil kiritamiz. Universitet Yunusobod. Mana. Universitet. Mana Megaplan deb belgilaylik. Mana Megaplan deb belgiladik. Va bu yerda saqlashni bosamiz. Mana sizning ma'lumotlaringiz saqlandi, ya'ni mijozlarga ko'rinadigan ma'lumotlar saqlandi. Xuddi shu holatda, misol uchun bu yerda mahsulot nomini kiritasiz, kategoriya nomini kiritasiz, rasmini kiritasiz. Mahsulotlar ham xuddi shu tarzda davom etaveradi. Agar mijozga tezroq tayyor keladigan bo'lsa, mana bu yerda Robosel belgisi bor, ko'rgan bo'lsangiz, buni hozir oxirroqda ko'rsatib o'tiraman. Birinchi kategoriya kiritishni ko'rsating. Yo'q, tak buni ko'rsatish mahsulotlar bo'limida ko'rsatib ketamiz. Tak, shu taxladingiz, mijozlar ko'rinadigan joyini taxladingiz mijozingizga va mana bu yerda Robosel belgisi bor. Ko'rgan bo'lsangiz, go to home yozuv chiqdi. Mana ko'rindimi? Go to home? Yo'q, qani? O'sha mana bu Robosel belgisi bor. O'shani ustiga bosasiz, tamom. Mana sizni birdaniga platformani ichiga olib kirdi. Mana platforma ichiga kirdingiz. Mana platformani ichiga va bu yerda o'sha boshqaruv paneli ko'rinadi sizga va 14 kunlik demo ochiladi. Ya'ni 14 kun tekinga ishlatish imkoniyati. Va bu yerda dashbord qismini ko'rib borishingiz mumkin. Dashbord qismida analitikalar olib bora olasiz. Daromadlarda, buyurtmalarda, jam mijozlarda, shu bilan birgalikda bu yerda umumiy analitikalar, Telegram botdanmi, veb-saytdanmi, qayerdan ko'p zakaz tushayotganliklari, shaharda qaysi qismidan sizga ko'p talab bo'layotganligi, shu bilan birgalikda qaysi soatda zakazlar yaxshiligi, top 10 mijozlaringiz va top 10 sotilayotgan mahsulotlaringiz ham ko'rinib boradi sizga. Trafik manbalarini ham nazorat qilib bora olasiz. Misol uchun to'g'ridan-to'g'ri sizni qidirib kelishyaptimi yoki-da sizga qanaqadir reklamangizdan kelishyaptimi, u joylarni ham nazorat qilib tursangiz bo'ladi bemalol. Odatda mijozlarimizga nima muhim? Bu yerda daromadlari muhim, buyurtmalar hamda jam mijozlarni masalan oyiga qanchadan ko'payotganini aytib o'tsangiz bo'ladi. Va bu ma'lumotlar ham hammasi qo'shimcha shaklda ko'rsatib borsangiz bo'ladi. Deylik, shaharda qaysi qismidan ko'p zakaz tushayotganligini va bu yerda qaysi paytda zakazlar ko'p bo'layotganligini, shu bilan birgalikda 10 ta eng yaxshi mijozlar. Bu analitika как mijozlarimizni, ya'ni bizning merchantlarimizni o'zini analitikasi. Biznes qay darajada yaxshi yurayapti, eng yaxshi mijozlari kimlar, ularga maxsus bonuslar qilib berishligi uchun analitikani shu yerdan olib borishadi. Keyingisi esa bizda zakaz
ya'ni buyurtmalar, ularni buyurtmalarini ko'rib borish, отчетlarni olib borish esa mana bu buyurtmalar bo'limida olib boriladi. Buyurtmalar bo'limida deylik, siz hamma zakazlarni ko'rib bora olasiz, ularni holatlarini o'zgartirib bora olasiz, hammasini nazorat qilib tura olasiz. Ya'ni bu yerda zakaz tushdi, yangi zakazga tushadi va uni xuddi shu tarzda olib boraverasiz. Hozir bu yerda bitta mahsulot qo'shib nima qilib ko'ramiz, zakaz berib ko'ramiz. Birato'la shu yerda mahsulot qo'shishda mahsulot qo'shish bo'limini ko'rsatib o'taman. Ya'ni qanaqa bo'ladi bu yerda? Mahsulotlar bo'limini tanlaysiz va kategoriya qo'shishni bosasiz. Birinchi kategoriya qo'shasiz. Kategoriya nomini belgilaymiz. Yangi kategoriya turibdi. Rasmini kiritamiz. Kategoriya rasmi. Xohlasangiz vertikal, xohlasangiz gorizontal qilsangiz bo'ladi. Deylik, buni vertikal qilamiz. Kategoriya qo'shildi va mahsulotlarga o'tamiz. Mahsulot qo'shishni bosamiz. Mahsulot nomi. Testlar. Yaratish. Generate tugmasi bu. Bemalol ishlatsa bo'ladi buni. Va bu yerda mahsulotni tanlaymiz. Mahsulot tanlandi. Kategoriya tanlandi. Va narxini kiritamiz. Donada va bu yerga tannarxlarni ham kiritib qo'yish mumkin. Misol uchun sizga deylik, bu yerga realni rasm kiritamiz. 100 ming so'mlik tovaringiz sizga misol 88 ming so'mga keladi. Mana bu yerda 12 ming so'm foidangiz sof marjangizni hisoblaydi va ularga bemalol variantlar qo'shsangiz bo'ladi. Misol uchun rangi bo'yicha. Rangi bo'yicha variant qo'shishingiz mumkin. Va deylik, oq variant qo'shish, qora variant qo'shish, qizil. Xuddi shu shaklda variantlar qo'shsangiz bo'ladi. Mana bajarildi. Mana bu yerda variantlar hammasi qo'shildi. Va plus bu yerda razmerlari bo'yicha ham o'sha joyda o'zida variant qo'shishingiz mumkin. Misol uchun deylik, razmeri deb bitta ochamiz. Bu yerga deylik, bu kiyim-kechaklarga moslanib ketyapti. Excel va yerdan X bajarildi. Mana ko'rishingiz mumkin. Birinchida guruhlashni birinchisida rangi turibdi. Mana oqni ML, Excel razmerlari bor. Xuddi shunaqa. Birinchi razmeri turadi deydigan bo'lsangiz, mana L da oq, qora, qizil, M da oq, qora, qizil. Xuddi shunaqa. Bu yerda ham bo'lib borsangiz bo'ladi. Mana shunday qilib, masalan, saqlashni bosasiz. Va bu yerda mahsulot saqlanadi. Mahsulot saqlanadi. Hozir veb-saytdan bitta buyurtma berib ko'rasiz. Hozir 1 daqiqa. Sizga veb-saytning linkini tashlab yubordim. O'sha linkdan zakaz berib ko'rasiz. Zakaz berib oling, ya'ni buyurtmalar panelini to'liq tushuntirib berishligim uchun. Xo'sh. Ya'ni mijozlar uchun eng ko'p so'raladigan qismi aynan buyurtmalar paneli. Buyurtmalar paneli mijozlarimiz uchun eng muhim joylar hisoblanadi, chunki bu yerda zakazda ko'rib oladi, analitikani olib boradi, qanaqa, qachon zakaz tushyapti, qaysi paytlar ko'p zakaz tushgan, отказ holatlari qachon bo'lgan, o'sha narsalar hammasini mana shu qismda ko'rib bora oladi. Tak, kirildi mana. Tak, mana qarang, hozir sizga bitta zakaz berib ko'rsataman. Ya'ni zakazlar holatini ham bitta ko'rib olishligingiz uchun, yaxshiroq tasavvur paydo bo'lishligi uchun. Hozir ekran ulashaman sizga. Mana bu holatda kategoriyamiz va mahsulot turibdi.
Bu yerga endi bannerlar qo'yishi bor, nimalari bor. Ularni paytam tushuntirib boraman. Ya'ni yaxshiroq ko'rinadi. Oxirida veb-saytda bitta ko'rsak, chiroyli holatga kelib qolgan bo'ladi. Demak, bu yerda sotib olishni bosamiz. Mana bizga chiqarib berdi. Endi tanlaymizmi, Excel tanlaymizmi? Bu yerda ranglarni tanlashimiz mumkin. Deylik, Excel qora razmerni tanladik. Agarda bular har bittasiga rasm biriktirsangiz, rasmlar alohida aylanib turadi. Mana savatga qo'shishni bosamiz. Savatchaga va bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana chiqdi. To'lov turi. To'lovga o'tish bosganimizda raqam so'raydi bizdan. Telefon raqam kiritamiz. Kirish. Ismingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Elnur, misol. Mana kiritdik. To'lovga o'tishni bosamiz. Biz registratsiyadan o'tdik va bu yerda to'lovga o'tdik mana. Naqdni tanlaymiz. Do'kon filialidan olib ketamizmi yoki yetkazib berishmi? Yetkazib berish tanlaydigan bo'lsak, manzilni ko'rsatishimizga to'g'ri keladi va manzilga kiritamiz. Mana manzil. Bu yerda agar avtomatik nimani tanlaydigan bo'lsak, manzilni aniqlash bosadigan bo'lsangiz, o'zi avtomatik joyini aniqlab beradi. Mana bizning manzilimiz tanladik va davom etish. Bu yerga kirish yo'lagi 2. Kirish uchun kvartira ofis deydigan bo'lsak, men bu yerga kirish 1, ofis 2, qavat 1, domofon kodi deylik, misol 1 2 3 4. Kuryerga uzoq. Telefon raqamingizni qoldirishingiz mumkin, nimadir. Bu yerga telefon raqam va orientir uchun, misol uchun qaysidir binoni rasmini yuklashingiz mumkin. Mana shu yerda orientir. Bu kuryerga ko'rinadigan qismi bo'ladi. Yana bu yerda saqlashni bosamiz va siz ma'lumotlaringiz saqlandi bu yerga va buyurtmani tasdiqlashni bosamiz. Buyurtmani tasdiqlash bosishingiz bilan mana zakazlaringiz tushdi. Mana siz ma'lumotlaringiz profilni tahlilsiz o'zingiz tahlil qo'ysangiz bo'ladi. Buyurtmalaringiz mana buyurtmangiz hozircha faol. Nima buyurtma berganingizni ko'rish uchun mana kirdingiz, rangi qora, Excel razmerda. Test 1 mahsulotning nomi, mahsulotning narxi 100 ming so'm. Mana to'liq sizda barcha ma'lumotlar ko'rindi va bu ma'lumotlarni o'sha Robosil boshqaruv panelingizda ham birdaniga ko'rinadi. Ya'ni mijozingizga mana shu joyi muhim, ya'ni buyurtmani kelib tushishi, uni qay holatda boshqarilishi muhim. Ya'ni mana bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Zakaz tushdi. Ustiga bosamiz. Nima zakaz bergan? Rangi va razmeri deylik. Rangi qora, razmeri Excel. Bir dona test 1. Narxi yetkazib berish 0 so'm va bu yerda mijozning ma'lumotlari. Buyurtma ID'si, mijozning ismi, telefon raqami, izoh qoldirgan, misol holati, zakaz tushgan holati yangi, to'lov usuli naqd, to'lov holati to'lanmagan. Va bu yerda yetkazib berish haqida ma'lumot. Yetkazib berish turi tanlangan, ma'lum bir summa kiritmaganingiz uchun 0 so'm bu yerda. Filial Yunusobod, yetkazib berish manzili 55 Qibray ulitsi, mahallaning nomi Mirzo Ulug'bek rayon. Xuddi ya'ni hozir kiritgan manzilimiz demoqchiman. Hozir kiritgan manzilimiz va bu yerda o'zingizning kuryeringiz bo'ladigan bo'lsa, kuryerni tanlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni mijozlarimiz ba'zi birlari bor, o'zlarini kuryerskilarini ishga tushirgan, o'sha kuryerlarni bemalol shu yerdan tanlab kuryerlarga ma'lumot yuborsa ham bo'ladi. Plus bu yerda ko'rishingiz mumkin, platformaning o'zidan Yandex taksi chaqirgan holatda ham chiqarib yuborsangiz bo'ladi bemalol. Va shu yerda qabul qilish tugmasi bo'ladi. Qabul qilishni bosadigan bo'lsak, deylik, qabul qilishdan oldin mana bu chop etish tugmasi bor. Misol uchun chekni ko'rish mumkin. Ba'zi bir mijozlarimiz bor, chek apparatga ulab qo'yishadi. Chek apparatlar mana bu chop etish tugmasini bosadigan bo'lsak, chek apparatga qanaqa chiqishi bo'yicha ko'rinadi. Ya'ni hozir sizga ham ko'rsataman. Ko'rindim? Mana bu chek apparatga xuddi shu holatda chiqadi mana. Nomi test 1 dona,
rangi qora, razmeri XL. Xuddi barcha ma'lumotlari chek apparatda mana shu pechatni bossak, chek apparatdan birdaniga chiqadi. Xuddi shu holatda misol chek apparatlarga ulab qo'ygan holatda mijozlarimiz boshqarib borish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Albatta xolasa o'sha chek apparatni ulab qo'yib va boshqarish imkoniyatiga ega. Mana bu yerda qaytamiz. Xuddi shu holatda qabul qilishni bosamiz. Mana zakaz qabul qilindi va tayyorlash jarayoniga o'tkazildi degan xabar mijozga boradi. Ya'ni Telegram botdan zakaz bergan bo'lsa, Telegram botdan unga xabar boradi. Sening zakazing qabul qilindi va tayyorlash jarayoniga o'tkazildi. Xuddi shu holatda tayyorni bosamiz, tayyorligi haqida ham ma'lumot boradi. Yo'ldagini bosamiz, yo'ldagi haqida ham ma'lumot boradi. Va bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, to'landi va yetkazib berildi qismi bor. Ya'ni siz yetkazib berganingizdan keyin mijozlar naqd usulni tanlagan bo'lsa, va bu yerda siz nima qiladigan bo'lsangiz deylik, pulni qabul qilib oladigan bo'lsa, mana bu yerda to'landi va yetkazib berildi bosib, bu yerda tarixiga o'tkazib qo'yishim mumkin. Mana bu yerda kiradigan bo'lsak, mana bu to'lanmagan holati to'landiga o'zgargan, barcha ma'lumotlar joyida saqlangan. Xuddi shu holatda ko'rib borsa bo'ladi va bu yerda bemalol analitikani olib bora oladi. Misol uchun deylik, filial tanlaydi. Mana Yunusobod filiali, to'lov usuli naqd, yetkazib berish turi, olib ketish va yetkazib berish. Bu filtr. Ya'ni qaysilarni filtr qilish kerak? Mana har oylikini filtr qilish kerak. Bajarildilarda faqat bu yerda platforma barchasini olish kerak yoki faqat Telegram botnikini olish kerak. Bu yerda nima? Qaysidan ko'p zakaz tushgani, mana bu filtratsiyani bosadigan bo'lsak, mana bu yerda mana bularga to'g'ri kelmaydiganlar уже chiqib ketadi. O'sha tarzda masalan filtratsiyada ko'rinib tursa bo'ladi qolgan holatlar. Misol uchun deylik, Excel faylda sizdan ma'lumot so'raydigan bo'lsa, misol mijozlaringiz so'rab qolish mumkin sizdan. Men uni Excel faylda qancha zakaz tushganini ola olmaymanmi deydigan bo'lsa, ha, ularni ham ola oladi. Misol uchun deylik, sanani tanlaysiz. Mana bu ko'rinib turibdi sizga. Mana deylik, 1-noyabrdan 18-gacha bo'lgan sanani olamiz ichkariga. Mana 18-gacha tanladik va bu yerda barchasini tortib olamiz deylik. Yangini, jarayonda, tayyor, yo'lda, bajarildi, yetkazib berildi, bekor qilindi va mijozlar tomonidan bekor qilingan barchasini eksportni bosadigan bo'lsak, Excel faylda sizga chiqarib beradi. Excel faylda chiqarib berdi. Qanday holatda bo'lishini ham hozir bitta ko'rsangiz. Excel faylda bemalol tortib ola oladi, ya'ni ma'lumotlarni barchasini. Nima ma'lumotlari bo'ladigan bo'lsa, hammasini o'sha Excel faylda tortib ko'rib tura oladi. Va bu yerda mijozlar bo'limimiz ham bor. Keyingisi mijozlar bo'limimizda bu nima? Sizga botingizga start bosgan va veb-saytingizdan ro'yxatdan o'tgan barcha odamlar ma'lumotlari saqlanib boradi. Bu mijozlar o'zini Robosolda o'zini CRM sistemasi bor, o'sha CRMda saqlanib boriladi. Ya'ni hozir biz ro'yxatdan o'tdik. Nimadan? Veb-saytdan ro'yxatdan o'tdik. O'shaning uchun ma'lumotlarimiz saqlangan. Mana ustiga bosadigan bo'lsak, ma'lumotlar ko'rinadi. Mana bu yerda ismim, necha marta buyurtma berganim, muvaffaqiyatli buyurtmam, summa 100 ming so'm va bu yerda qachon buyurtma berganim ma'lumotlari to'liq. Ustiga bosadigan bo'lsak, o'sha bu yerda nimasi ham chiqadi, bajarilgan holatlar nima bo'lgan. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Qachon kirganman, 8 minut oldin kirganman, qachon ro'yxatdan o'tgan, qo'shilgan, ya'ni mana manzilim va qaysi platformada veb-saytdan kirganman, Telegram botdanmi, o'sha yerdan ko'rib borsangiz bo'ladi. Bu yerda mijozlar bazasi saqlanib boradi va bu yerda mijozlaringizga o'zingiz baland bersangiz bo'ladi. Misol uchun deylik, sizdan 1 ball olish uchun mijozingiz qancha xarajat qilish kerak? Misol uchun 100 so'm deb belgilaydigan bo'lsak, 100 so'm belgiladik. 100 so'm 1 ballga teng. Ya'ni men sizdan 1 ball olishim uchun 100 so'm xarajat qilishim kerak. 100 so'm xarajat qilishim kerak. Lekin men sizda ishlatishim uchun 1 ball 1 so'mga teng bo'ladi. Men 1 ballimni ishlatmoqchi bo'lsam, 1 so'm qilib ishlata olaman sizga. Lekin sizdan 1 ball olishim uchun men 100 so'm xarajat qilishim kerak. Xuddi shu narsani mana bu mijozlar bo'limida bonus ballardan sozlab qo'ysangiz bo'ladi. Saqlash bundan buyog'iga buyurtma bergan mijozlaringizga ball hisoblanib boriladi. Keyingisi chat bo'limimiz bo'ladi.
chat bo'limimizda bu Robosolni alohida bir yutuqlardan bo'ladi. Hozirda mijozlarimizga juda ham ma'qul kelayotgan qismlardan bittasi aynan chat bo'limi. Nima uchun? Chunki biz mijozlarimizda ancha ovoragarliklarni oldini olganmiz. Ya'ni mijozga bog'lanish uchun telefon raqamini top, telefon raqami xato bo'lsa unga Telegramdan yoz, Telegramni top. Mana shunaqa ovoragarchiliklarni oldini olgan holatda chat bo'limini ishga tushirib qo'yganmiz. Ya'ni mijoz buyurtma bersa yoki sizni klientingizga bazangizga tushadigan bo'lsa, unga bemalol aloqaga chiqish imkoniyatiga ega bo'lasiz chat bo'limi orqali. Va mijozingiz sizga xabar yozadigan bo'lsa, xuddi shu mana bu chat bo'limidan ko'rinib turadi. Misol uchun deylik, hozir xabar yozib ko'rsataman. Tak veb-saytdan. Buni masalan Telegram botingiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha Telegram botingizdan xabar yozishadi odatda. Ya'ni mijozlaringizga qanaqadir savollari bo'lishi mumkin. Yokida misol deylik, siz bilan bog'lanish nimalari bo'lishi mumkin. O'zlarining qanaqadir takliflari bo'lishi mumkin. O'sha narsalarni sizga chat bo'limidan xabar qilishadi. Va mana bu yerda siz ham xuddi shu chat bo'limi orqali bemalol javob yozsangiz bo'ladi. Va yana bir nimalardan bittasi, imkoniyatlardan bittasi bu Instagram funksiyasi. Biz Instagramni direct qismini ham ulab qo'yish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni Instagramingizni ham bemalol ulasangiz bo'ladi. Agarda biznes profil bo'ladigan bo'lishi kerak, shart shu. Faqat Instagram o'sha biznes profil bo'lishi kerak. Bu yerda batafsilda bosamiz, o'rnatish belgisi chiqadi. Bu yerda hozir start tarif bo'lganicha ulab bo'lmaydi, o'sha basic tarifdan boshlanadi bu narsa. O'rnatish chiqadi. O'rnatish bosganingizdan keyin Instagramga ruxsat bersangiz, Instagram directingiz ham bo'ladi. Ya'ni har bitta mijozingizga Instagramga kirib javob berib o'tirmaysizda, avtomatik o'sha chat bo'limini o'zida turgan holatda javob berib borasiz. Bu joylarda masalan sizga qulaylik sifatida beriladi mijozlaringizga. Misol uchun har safar Instagramda o'tirib, o'zlarining vaqtlarini ketkazib o'tirishmaydi. 2-3 barobarga vaqtlarini tejagan holatda boshqarib borishlari mumkin bo'ladi. Mana shunaqa chat bo'limigacha bo'lgan qismi. Bu yerga chat bo'limigacha bo'lgan savollaringiz bormi? Yana qo'shimcha? Mikrofon ochib qo'ysangiz aka. Ha, endi. Bo'ldi. Chat bo'limigacha bo'lgan qismida registratsiyadan o'tish, dashbord qismlari, zakazlar, mijozlar bo'limlari, ball sozlamalari, Instagram, chat, shular bo'yicha savollaringiz bormi yana? Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, so'rasangiz bo'ladi aka. Instagram dedingiz, Instagramda bitta hozir Instagramda ham ular reklama qo'ya oladimi? Mashinani Instagramni tushuntirib oling. Instagram faqat direct qismini olib qo'ysa bo'ladi dedim. Ya'ni mijozlaringiz sizga xabar yozadigan bo'lsa, o'sha Robosol platformasida ham ko'rinib turadi. Instagramga kirib alohida javob yozib o'tirmaysiz, chat bo'limini o'zidan javob berish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Telegramda bu hozir anaqa orqali ko'rasiz, Telegramda gruppa tazad qilib Telegramdan zakazlar tushsa, Telegramdan zakazlar tushadigan bo'lsa ham, o'sha Telegramga zakaz keladigan qilib qo'yilsa agar, u yerga chat bo'limidagi xabarlar borib turadi, lekin Instagramdagi bormaydi. Savollar bo'ldi. Bo'ldi akajon. Savollaringiz bo'lmaydigan bo'lsa, keyingi darsimizda sizga mahsulotlar qo'shilishi, kategoriyalar, chegirmalar, ombor bo'limidan foydalanish, shu bilan birgalikda marketing bo'limlari, rasilkalar jo'natish, promokodlar yaratish, manbalardan foydalanish, banner va asosiy bannerlarni qo'yish bo'yicha to'liq ma'lumot berib o'taman aka. Xo'p, sog' bo'ling, charchamang, sog' bo'ling aka. Xo'p, rahmat.